çıkarmazsan. Vay. Tulki ovchilarni yendi. Ular yana keladi o'tig'i. Fazlidir. Qahriton qish o'tib, illiq bahor keldi. Ocharchilikda qolgan hayvonlarning turmushi umid bilan to'lgan edi. Şunun tapalıdı. Yeni lazım mı? Lazımmış yapılak. Ayalım hamildar olup kaptı. Burun kızımı köpeği bulup gitti. Hey. Hamildar boğan ben. Sen emas. Bana kölçekten tutup geldim. Men yav çatqandan birini tutib aldım. Ammo o bizning a'zoyimiz emas. Menimcha endi dehqonchilik maydoniga bormaydi. Mo'shu yerda kunimiz bir obdan o'tyapmamdi. Tulki endi dehqonchilik maydoniga bormaymiz deydi. Undaq bo'lsa, u yasashni boshlaylik. Men bir yerni ko'rib qo'ydim. Ancha emas ekan. Biroq ikimiz birga tura olamiz. To'g'rimi? Amsi mishka paloqimni xabar qilib qo'yaylik. Unaqa aytmaymiz. Nima? Unaqa harbin aytmaymiz. Bas o'z beraversin. Qashni mussizkansan. O'zing sho'ri, hamisha otqochilik qilib yurasan mishka paloq. Ha, bo'ldi qil qadrligim. Chaqchaq qilib qo'ydim. Ha, chaqchaq qilding. Tak, qiziq bo'ldi. Hayvanatlar günlerini kuşal koran ötküzmekteydi. Oycan, oycan. Toshqan nim bo'ldi? Ayolım hamildar edi. Da qiynalib ketyapti. Da qiynalib ketyapti. Qiziq ish. Ya sen hamildar bo'lmasan. Mağımı ta'sir qilyapti. O qiynalsa, men tan qiynaladi ekanman. Qandoq ish bu? Buni bilmaydi ekanman. Bu nerede? O yerda. Gör baksan bulamdı. Onu tutuş gerek. Param oldu mu? Biz qasamga sodiq bo'lishimiz kerak-da. Hey. Nima var ançırın bu? O tulki gidip qo'ydi. Bununla başqalar deb qo'ydi. O hamını anlaydı. Müşke pulak, yani ozuqluq bulap ketsen de. Yaraylı sen cuma. O diyen buyruk geyre. Nime? Çünkü o buyruk ne? Emelden kaldırgan tursa. Niye? Seni bilmeydi sen de. Şunda. Bilmeymen. Rasulullah. Hiç kim bana okutmadı. Çatak bottu. Karganda kasen emel kılmağın yalğız mellik hemen. Bu gibi doğru olmadı. Sen daha geyre. Türkiye mağdilidi. Türk kutamı mağdilidi. Yağı toşkan bilen akımı kallarının kapsını körüp bakmadın. Ötken günü birisi onu derexteki yasılaptı digenledi. Ne mi dedim? Hiç vakası yok. Onun bilen neyim karmış. Rahmet geyre. Hayır hoş.
Kim man vaqtida xabar qilmagan ekan. Men uni xabar qilmay. Qanday qiladigan qili? Nim bo'ldi. Hammani qilgan, ash o'lgur tulka. Mendan qechib yuratamsan, Og'muxon. Nima unda bo'lsin, sendara qiyinchilik o'ynayapsan. Unda yaxshi. Menga mukofot sifatida yana bir ishni qilib bersan. Nima ish? Sen darhol berib, Qizil tulkiga so'zini yetkiz. Ben oğlumның ölümü to'g'riliq onun bilan hisoblashman. Uningga meni shundoq dedi degan. Uqtingmi, Og'muxon? Uqdim. Amsa, tezman. Onu bir tüp daraxtmikin debdimi? Meni tunib oldinglar? Yaxshimisan, Og'muxon? Kelishmagili o'zim bo'pti. Sizlarga xabar keldim. Xabar? Kimdan xabar ne? Heliqi yashchashmina. Rahma, neymiş ki onu ulan arılışıp yürüysen? Onunla qo'pollik qilma. Onun bilan hech qanday munosabatim yo'q. O'rmonlikda uchrab qoldi shu. Shuning bilan xabar ivatdi. Nima xabar? Onunla aytib qo'y, o'g'limning o'limi to'g'riliq onundan hisoblanadi deydi. Shu gap. Onunla nemishqa açıqlaysan? O neymiş ki yakçaşmının sözünü bana yetkizdi. Elçiga o'lim yo'q degan gap baq qadrligim. Shundoq. Ben mang'ay. Onunla baq qo'pollik qildim. Kechirgin. Hamma ayıp menda. Ovchilar bu qitim. Meni izlab kelgan turg'loq.